bo'lsa ham. Mana qismi yog'ochlik, qattiq. Bular ipga o'xshagan ipsimon. Shakllanishi hali aytgandek oldindaligi uchun buni afzallik tomoni shu erta hosilga kirishi, undan keyin ozuqani yerda yuqori qatlamidagi ozuqani tez qabul qilishi. Endi sovuqqa chidamsizligi mana tizimda ildiz tizimini mana bu holatda bo'lishi buni immunitetiga ham albatta ta'sir qiladi. Kasalliklarga, hasharotlarga nisbatan chidamsiz bu. Bunga qaraganda chidamsiz. Namni tez yo'qotadi, buni tez sug'arish kerak. Bu qatlam namni tez yo'qotib qo'yadi. Aytgan 30 santimetrlik qatlamimiz yuqori qatlam namni tez yo'qotadi. Ayniqsa sizlarda hududlaringda. Shuni hisobiga bu yo'qotadi. Buning uchun tezda sug'arish kerak bo'ladi. Suv masalalarini o'zlaringiz bilasizlar. Endi uning uchun ma'lum bir chorasini ko'rish kerak. Oziqlantirish masalasi ham xuddi shunaqa. Birdaniga ko'pgina o'g'it berib qo'ysangiz, o'g'itlardagi mineral o'g'itlarda tarkibidagi tuz ko'payib ketadi. Chunki o'g'itlarimizni 65% atrofidagi oddiy tuzdan iborat. Bunga biriktiriladigan foydali moddalar u kaliy bo'lsin, u fosfor bo'lsin, u azot bo'lsin, shu tuzga biriktiriladi. Aytaylik, belgilangan me'yordan ko'p solib qo'yganimizdan keyin yerda sho'rlanish ortib ketadi. Sho'rlanish ortgandan keyin birinchi mana u zarar ko'radi, kuyadi. Mana endi buni yutug'i, sovuqqa chidamsizligi, kasallikka chidamsizligi, suvsizlikka chidamsizligi buni kamchiligi. Hosildorlik bo'yi baland o'smaganligini hisobiga maksimum beradigan bo'lsa, boring yana men 70 kilo dedim-ku, juda kamdan kam odamlar 100 kilodan yuqori hosil oladi. Ana endi buni kamchiliklari, kasallikka chidamsizligi, qurg'oqchilikka chidamsizligi, o'g'itga bo'lgan talabi boshqachaligi, suvga bo'lgan talabi boshqachaligi, sug'orishga bo'lgan talablari hammasi boshqachaligini, buni kamchiligi deb hisoblasak, buni yutug'ini biz tez hosilga kirishini, bo'yi o'smasligi uchun tepisalarni sal pastroq qilish mumkinligini aytib o'tgan bo'lsak, bu aytsam ishonmasliklaringiz mumkin. 500 kilo hosil beradi. Bu bir oy xotirjam yuravering, bu suvni topib oladi. Umri uzoq. Toshkentda 1870-yilda ekilgan limon hozirgacha qurimagan. Yozyovonda 1979-yilda ekilgan limon hozirgacha 160 kilo hosil beryapti.